Yo, WhatsApp obunachilar hammaga assalomu alaykum. Yangigina videomizga xush kelibsizlar. Qani unda biz videomizni boshladik. Video avvalida sizlar videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Yo, WhatsApp unda bolalar biz videoni boshladik. Qani ketdik. Yo, bolalar birinchi sizlarga bitta kanalni tavsiya qilaman. Hozir yozamiz. Tak, Sputnik PS deb yozasizlar. Mana Sputnik PS. Tak, mana bu birinchida turgan kanal, bunga tegishli. Tak, obuna tugmachasini bosib, hammasini bosasizlar va sizlarga ishora kelib turadi, ya'ni kelib turadi qanaqa yangi video chiqarsa, buni videolarga kirib layklar bosib qo'yasizlar. Qani unda hozir bolalar Telegramdagi kanallarni tanishtirib o'taman. Bolalar, Telegramdan esa kanalim shunday istaysizlar. Sezir.uz. Birinchi o'rinda mana bu kanal chiqib keladi. Hozirda 19 ta obunachimiz bor. Xo'p, va bu yerda men bu yerga Sezir chat, ya'ni Sezir guruhimizni, o'sha kanalimizni chatini tashlab qo'yganman. Opisaniyasini va shunga o'tasizlar va sizlarni kirgizib oladi. Xo'p, mana bu yerda esa sizlarga bepul reklamalar qilib berishimiz mumkin. Hozir videoda avvalgidagidek Sputnik FS kabi mana u bilan gaplashgan naqalarimiz bor. Shu Sputnik bilan mana shunday qilib u bilan kanalni bepulga mutlaqo tekinga sizlarga shunday reklama qilib berishim mumkin. Avvalambor sizlar kanalga obuna bo'lishinglar va kanalga obuna bo'lganinglardan keyin sizlarga Telegram silkasini tashlayman. Bu Sezir guruh chatini shu yerda kelishamiz. Sizlar skrinshot qilib tashlaysizlar. Va tak bo'ldi. Shunda sizlarda anaqa kanalinglarda, YouTube'dagi, Telegramdagi kanallarda mutlaqo tekinga reklama qilib beraman. Yo, WhatsApp bolalar, bugungi video shundan iborat edi. Prosta sizlarga maslahat berdim va Telegramdagi kanalimni rivoji uchun bu yordam beradi. Agar sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like qo'yinglar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Va tak boshida aytib o'tganimdek, Telegram kanalimga a'zo bo'lsanglar, mutlaqo tekinga, yana aytib o'taman, mutlaqo tekinga kanallarda tekinga reklama qilib beraman. Qanday videomizga yakun yasaymiz bolalar.